O'tgan darslarda, video darslarda biz sizlar bilan Passage 1 ni birgalikda ishlagandik. Demak, bugungi video darsimiz Passage 2 bo'ladi. Sizlar bilan birgalikda Passage 2 ishlaymiz. Passage 2 da sizlar bilan birgalikda ikkita, uchta savol turlarini ko'rib chiqamiz. Eng asosiysi Passage 2 da ko'p uchraydigani bu paragraf. Paragrafga nom qo'yish bo'ladi. Choose the ingliz tilida bu savol turining nomi matching heading deyiladi. Matching heading. Heading degani o'sha unga nima deydi? Paragrafga sarlavha qo'yish bo'ladi. Demak, bizda 14 dan 19 gacha matching heading savol turimiz bor. 20, 21, 22 savol turimizda completion bor, sentence completion bor. 23, 24 da demak multiple choice bor ekan. Birinchi qiladigan ishimiz yaxshi bo'ladi agar headinglarni o'qimasdan keyingi savol turlariga e'tiborimizni qaratsak. Chunki birinchi headingni o'qib qo'ysak, yaxshilab headinglarni o'qib chiqqandan keyin paragrafni o'qib chiqsak bizni juda ham chalkashtiradi. Misol uchun 1, 2, 3, 4, 5 bizda 8 heading bor ekan. Har bitta headingni o'qib bo'lganimizdan keyin paragrafda o'qisak, o'shani javobi bormikan deb qidirib o'qiydigan bo'lib qolamiz va misol uchun shuni bitta gap chiqqan paytda bitta headingga to'g'ri kelib qolishi mumkin o'sha gap. Tagidan yana bitta gap chiqqan paytda bu tomoni bo'lib qolishi mumkin deb odamni anchagina vaqtini ham yo'qotishiga sabab bo'ladi, ham chalkashtiradi. O'shaning uchun bitta paragrafni o'qib bo'lgandan keyin, paragrafni o'qib bo'lgandan keyin headingni borib o'qib, keyin topsangiz to'g'riroq topishingiz imkoniyati ko'proq bo'ladi. Keyingi savol turimiz demak bizda completion ekan. Birinchi navbatda biz completion'ni o'qishni boshlaymiz demak. Let's go. Boss Rob's ideas explain why overall world can have food while some areas don't have enough nimadir. Demak, Boss Rob'ning ideyasi explain why overall tushuntirar ekan umumiy world can have food nimadir. Dunyoda ovqatdan nimadir bor bo'ladi ba'zilarda, ayni paytda boshqa hududlarda yetarlicha ovqat bo'lmagan paytda. Misol uchun ovqat bazasi bo'lishi mumkin, ovqatdan musobaqalar bo'lishi mumkin ba'zi anonlarda deyapti dunyoda. In the last 100 years or so, something has led to more efficient use of resources. Demak, oxirgi 100 yil atrofida deyapti nimadir efficient resurslarni samarali foydalanishga olib keldi deyapti. Ko'proq samaradorlik bilan foydalanishga olib keldi. Adam Smith argue qilyapti. Mamlakatning nimasidir caused by growth in population mana. Aholidagi o'sish sabab bo'lgan. Mamlakatda nimasigadir. Yaxshi, 23-24 da two of the following statements agree. Demak, ikkita javob tanlaymiz. Faqat A, B demaymiz. A yoki E bo'lishi mumkin, B yoki C bo'lishi mumkin. Demak, har bitta 23, 24, 25, 26 ikkitadan javob tanlanadi. Two of the following statements agree with the views of the writer. Demak, passage 2 da writerni qarashlari bilan to'g'ri keladigan ikkita gapni toping deyapti. Ikkida 25-26 da two claims, ikkita claim bo'lishi kerak. Nima haqida? Writer qilgan future population decline haqida. Kelajakdagi aholining o'sish sonining kamayishi haqida writer qanaqa fikrlar berdi? O'shalarni topishimiz kerak bizdan. 23-24, 25-26 ni o'qidik, lekin ABCDE larni o'qimaymiz. ABCDE ni mana shu tekstdan o'sha 23-24 javobi kelgan paytda o'qib kelsak, keyin variantdan o'qib chiqsak, ham vaqtimizni tejaymiz, ham o'zimizni chalkashtirmaymiz. Bo'lmasa ancha-muncha chalkashmagunchiliklar juda ham o'zingiz qiynab qo'yasiz. Okay. Let's do the test. Let's start the test. The effects of changes in world population again. Bugun mavzuyimiz. Human fertility rates around the world are dropping for a variety of complex reasons demak. Ba'zi murakkab sabablarga ko'ra demak dunyoda aholini o'sish darajasi kamayib ketyapti. While the population itself continues to increase, the rates of increase is slowing. Sometime in the next 80 years, the world population will peak somewhere in the vicinity of 9 billion before contracting deyapti. Aholini soni
o'sishiga qaramasdan o'sish darajasi sekinlashyapti deyapti. 80 yil ichida qaysidir bir paytga kelib deyapti, 9 milliardga yaqinlashib qoladi odam deyapti. Odamlar soni. That raises an important question mana. Bu muhim bir savolni tug'diradi, paydo qiladi deyapti. Is population contracting a bad thing? Uh, some think not. Population contracting yomon narsami deyapti. Ba'zilar bu narsani yomon narsa emas deb o'ylaydi. There's a school of thought that argues smaller populations are good. Ba'zilar demak shunaqa qarashlar bor ekan. Odam kam bo'lsa yaxshi bo'ladi degan. Population control proponents could claim variously that we don't have food to sustain higher populations demak. Bizda higher population ta'minlab turadigan ovqatimiz yo'q deb claim qilyapti ba'zilar. Our planet already suffers from overcrowding deyapti mana. Uh, Planetamiz allaqachon o'sha overcrowdingdan aziyat chekyapti. Bundan buyog'iga odam ko'payishi shart emas deyapti. Environmental impact of increased populations will bring catastrophe either through pollution or consumption of finite natural resources, or in contrast, they they argue decreased population will lead to higher wage and a better quality of life as available supplies exceed reduced demands. Environmental impact mana aholining o'sishini environmental ta'sirlari deyapti katastrofa olib keladi. Yoki deyapti pollution orqali katastrofaga olib boradi aholi ko'payib ketsa. Yoki finite natural resource mana. Infinite degan cheksiz, demak cheklangan tabiiy resurslar orqali. Tabiiy resurslarning consumption iste'mol qilinish orqali. Yoki deyapti in contrast contrast fikri bor deyapti. They argue decreased population will also lead aholining kamayishi nimaga sabab bo'ladi? Higher wage mana. Ko'proq yuqori maoshga va better quality of life. Hayot sifatining yaxshilanishiga sabab bo'ladi. As available supplies exceeds reduced demands mana. Available bizda bor supplylar deyapti, reduced demandsga olib boradi. Bu degani demandni kamaytiradi. Demand degani u talab. These arguments seem reasonable at first, but do not withstand scrutiny deyapti. Argumentlar shu boshida shunaqa reasonable ko'rinadi, lekin unaqa emas deyapti. Demak, bizda hozir 20-21 da javob hozircha kelgani yo'q. Besuruv degan odam haqida gap bo'lmadi. 100 yil haqida gap bo'lmadi. Demak, 21, 22, 20 bular yo'q. Pastdagi javoblar ham hali kelmadi. Demak, biz qiladigan ishimiz faqatgina A paragrafga heading tanlash. Birinchi headingni o'qib ko'ramiz qani. Mana shu haqida gap ketdimi? PS1da. Mana shuni qilib chiqarib tasdik, to'g'ri javobimiz qoladi bizda. Do we have sufficient resources to feed the human population deyapti. Bizda sufficient yetarlicha resurs bormi odamlarni to'ydirish uchun? Degan ovqat haqida gap ketdimi? Birinchi paragrafda umumiy ovqat haqida gap ketmadi. Bir emas. Will population increase post disaster for our supply of raw materials deyapti mana. Populationing increase qilinishi disasterga sabab bo'ladimi? Raw materials haqida. Biz raw material xom ashyoni supply bo'lishi uchun deyapti. Yo'q. Bu haqida gap ketmadi. Would population decline benefit the world? Population decline dunyoga benefit beradimi, ta'sir beradimi deyapti. O'ylantiradigan variant. 4. Disease is a key factor. Bermadi. Population decrease good for productivity. Productivity haqida gap ketgani yo'q. Population movement haqida gap ketmadi. Past events tell us about the effects. Past event haqida ham gap ketmadi. Hukumatimiz nima qila oladi deyapti. Garantiya qilish uchun ovqatni va resurslarni bu haqida gap ketmadi. Bizda asosiy yuqoridagi javobimiz 3 bo'lyapti variant sifatida.
Demak, javobimiz shu ekan. Keyingi paragrafga o'tamiz. Let's start with food. Ovqat bilan boshlaylik, qani deyapti. The worry about mass starvation is a remnant of Paul book, The Population Bomb. Demak, mana shu odam kitobida yozgan ekan. Kitobida bor ekan. Mass starvation. Mass starvation yana global juda ko'p ocharchilik. Massiv degan. In the Department of Biological Sciences at Stanford University in California wrote that in the face of expanding populations, the world will undergo famines. Mana famines. Kitobda yozgan ekanki, dunyo expanding populationga yuzlangan paytda deyapti, dunyo faminni boshdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Yuzlab, millionlab odamlar deyapti, o'lguday och bo'lib qoladi deyapti. As Ehrlich himself now admits deyapti. Ehrlich ham o'zi hozir admit qilyaptiki, this prediction proved faulty. Mana xatoligi prove bo'ldi. Instead, the availability of food has greatly increased, even with growing population deyapti. Demak, availability of food ancha muncha increase bo'lib ketdi, hattoki deyapti, aholini o'sganiga qaramasdan. The demographer Philip Longman notes food shortages have become a political problem related to fair distribution, not an issue of inadequate supply. Philip Longman shuni aytib o'tib ketyaptiki, ovqat yetishmovchiligi bu siyosiy muammo deyapti. Fair distributionga aloqador. Fair distribution degani to'g'ri taqsimotga aloqador bo'lgan. Bu inadequate supply muammosi emas. Inadequate degani yetarli supply bo'lmagan muammosi emas deyapti. Ikkinchi paragraf uchun would population decline benefit the world? Bu haqida biz oldik. This is haqida gap ketmadi, productivity ketmadi, impact population movement ketmadi. Sakkiz governments to guarantee supplies of food and resources. Bu haqida gap ketmadi. Do we have sufficient resource mana to feed the human population? Bizda yetarlicha resurs bormi odamlarni ta'minlash uchun deyapti. Demak, bizning javobimiz 1. Ovqat haqida gap ketyapti bu yerda. Odamlarni ta'minlay olamizmi deyapti. Odamlarni ta'minlay olish tugul deyapti bu yerda. Ovqat bizda bor ovqatni miqdori ancha muncha ko'p avvalga qaraganda hattoki deyapti. Passage to the passage to the ba'zi deganlar ishlatildi. Paragraf 2 demoqchi bo'lgan, passage 2 deb aytgan bu yerda. Writer reading passage 2. Passage 2. Passage 2 da ba'zilar ishlatildi, lekin ba'zilar ishlatilmagan. Availability of food is greater than previously. Avvalga qaraganda ovqatning availability'si ko'p deyapti. Bu javob bor. Population higher standards of education haqida gap ketmadi. Smaller populations result in higher wages. Odam kamligi higher wagesga sabab bo'ladi. Result dedimi? Tepadagi paragrafda bor edi lekin. Will lead decreased population deyapti, lekin smaller population demayapti. Lekin ozgina mana shu haqida ham ozgina nuqta tashlab ketgandek. Demak, bu passage 2 deb umumiy haqida gapiryapti menimcha. Paragraf 2 emas. Tepadagi paragrafda bor edi mana shu savol javob. C dagi javob. Demak, hali buni javobini olishga shoshmay turamiz. Hali chiqadi menimcha. Degan bo'lsak, tomonda ham o'rgan hali. How did this happen? Qanday sodir bo'ldi? Proposed that population increase fosters agricultural innovation deyapti, which in turn increase production. Productionni increase qiladi. How serious have been born by some areas of the world may like sufficient mana mana javob chiqyapti bizda. 20 ning javobi bor bu yerda. Show some areas of the world may like some
sufficient supplies while the world has an overall surplus deyapti. Ana shu. Have a food surplus while like sufficient supplies bizada don't have enough ga synonym bo'lyapti. Surplus. Javobimiz bor demak. Production. C paragraph. What about overcrowding deyapti. Overcrowding. Overcrowding deyapti. Odam bilan ko'payib ketishi. Everywhere you go today, you find traffic jams, sprawl with people packed into crowded places. Mana qayerga borsangiz ham deyapti, traffic jamlarga duch kelasiz. Odamlar ko'pligiga, odamlarni bir crowded place'dagi yig'ilib qolganiga duch kelasiz. But this is a problem of density. Density degan zichlik. Zichlik muammosi. Not population. Odamlar muammosi emas, aholi muammosi emas. There's plenty of land available out there. Tashqarida, bu yerda available landlar juda ham ko'p. Odamlar hali ishlatmagan. The problem is that people who used to live in rural areas have relocated to cities. Muammo shuki, qishloqda yashagan odamlar shaharga relocate qilishni boshladi. This massive migration into cities has caused urbanization mana. Bunaqa massiv migratsiya, shaharlarga bo'lgan migratsiya urbanizatsiyani sabab bo'ldi deyapti. Qaysiki overpopulationdan ko'ra boshqacha. The problem associated with this include air pollution. Bunga sabab bo'lgan muammolar air pollution bo'ldi, lower wages bo'ldi, limited access to healthcare and educational opportunities bo'lyapti. Mana shu muammolar bo'lyapti. Endi demak migratsiya haqida gap ketyapti bizda. Raw materials emas, benefit to world emas, disease haqida ketmadi, productivity kamayadimi deyapti. Yo'q. Population movement haqida gap ketyapti. 6. Keyingi javoblarni o'qib ko'ramiz, balkim bordir pastda undan ham yaxshirog'i. What can pass events haqida emas, supplies of food and resources guarantee haqida bermadi. Yaxshi, bizda lekin 23-24 javobi bor. Decrease in population, higher standard of education deyapti. Yerda educational opportunities haqida gap ketyapti, lekin decrease in population haqida gap ketmayapti. Cities will become overcrowded if they are unsuitably located deyapti. Shaharlar overcrowded bo'lib ketadi agar ular noto'g'ri joylashsa deyapti. Bu haqida gap ketmadi. People have moved from rural areas to urban centers deyapti. Shahar markazlariga ko'chishni boshladi deyapti. Odamlar ko'chishni boshlamadi, ko'chdi. Mana shu paragrafda shu haqida gap ketdi. Qishloq hududidan shahar hududiga bordi va bu narsa overpopulationdan ko'ra urbanizatsiyaga sabab bo'ldi, overcrowdingga sabab bo'ldi deyapti. Menga o'zida I javob bor. C javob tahlikali, hozircha ikkilanadigan javob bo'lib turibdi, lekin aniq javob yo'q. Smaller population demayapti, decreased population deyapti lekin. Kamaygan odamlar, kamroq odamlar demayapti. Higher wagesga sabab bo'ladi deyapti. Tepada better quality of life, supply reduce demands deyapti bu yerda. Yo'q, bu yerda argue degan. Ana o'zi argue degan. Buni writer bermagan. Bu yerda writer bersin deyapti. Yo'q, writer bermagan. C writerdan fikr emas. O'shaning uchun C javob chiqib ketdi bizdan. Okay. Let's move to the paragraph D. Environmental concerns are more interesting mana. Environmental tashvish xavotirlar juda ham qiziqarli deyapti. But such end of the world warnings are not new deyapti. Dunyoni tugashi haqidagi warninglar yangi emas. Bu degani yangi emas degani oldindan ham eshitganmiz bu gaplarni. Global warming and the fact that Earth has only finite amounts of natural resources that we will surely deplete are the two main concerns of environmentalists deyapti.
environment atrof muhitchilarning ikkita asosiy konsernini shu bo'lish kerak deyapti. Global warming bilan yerdagi cheklangan resurslarni biz tugatib qo'yamiz, aniq degan narsasi bor. Deyapti environmentalistlarning asosiy ikkita concerni deyapti. Xavotiri. This too is an argument we have heard before. Bu argumentni deyapti biz oldin ham eshitganmiz. As Massimo Levi Becchi, professor of the demography at the University of Florence, Italy, explains in his more than 100 years ago, economists feared that mana 100 yillar oldin deyapti. Demak, ekonomistlar qo'rqqanki, nimadan qo'rqqan ekan ekonomistlar? Coal supplies would have exhausted mana. Would have demoqchi bo'lganmancha. Coal supplylar deyapti, exhausted ishlatilib bo'linadi. About 30 years ago, 30 yil oldin deyapti. Club of Rome made similar predictions regarding demak Rome klubi shunga o'xshagan prediction berdi boshqa resurslar haqida deyapti. Instead, innovation stepped in to provide greater efficiency mana. Lekin deyapti uni o'rniga innovatsiya deyapti. Innovatsiyalar greater efficiency bilan ta'minladi deyapti. Greater efficiency. Bizda efficiency degan joyimiz bor edi. 100 yillar oldin deyapti. 100 yil, oxirgi 100 yilda ko'proq efficient resurslarga sabab bo'ldi deyapti. Stepped in has led to ga to'g'ri kelyapti. Provide use ga to'g'ri kelyapti. Greater efficiency. Biz javobimiz demak innovation. For instance, in the America of 1850, you need an average of 4.6 tons of petroleum equivalent to produce. And by 1950, you need only 1 tons. And by 1.5 tons, that this is how they ketmadi. Population increase pose disaster for our supply of raw materials deyapti. Raw material haqida gap ketyapti. Aholi kamaysa, aholining ko'payishi disasterga sabab bo'ladimi? Raw materials bo'yicha. Raw materials haqida gap ketyapti. Coal, boshqa narsalar. Petroleum haqida gap ketyapti. Bu ham raw materialsga kiradi. Demak, paragraf. That this leaves us with the economy. Bu narsa bizda economyga olib boradi deyapti oxiri. Nobel Prize in Economics for his theory of tested knowledge. Kuznets explained more population means more creators and more producers. More population degani bu more creators va more producers degani. Yaratuvchilar va ishlab chiqaruvchilarning ko'pligi degani. Focus of goods along established production, parents and new knowledge in inventions mana. In knowledge and inventions ga sabab bo'ladi. Kuznets was codifying what others had noticed before. Political economists Adam Smith remarked, Adam Smith haqida bor edi bizning savolda. Adam Smith remark qildiki, prosperity of any country is an increased number of its inhabitants. Aholisini ko'payishi mamlakatda any country degani любой bir mamlakatning prosperitysi mana shu is deyapti bu increase of number of its inhabitants deyapti. Aholisini sonini ko'payish deyapti. Bizda arguing the country's prosperity is caused by mana shu narsa. It's caused by a grows o'rniga bu yerda increase of the number bo'lyapti. Population inhabitants bilan sinonim bo'lyapti. As Levi Becchi observe qilgan ekan, all things being equal, population increase is followed by increased per capita production mana. Per capita degan aholi jon boshiga ishlab chiqarishni ko'payishiga sabab bo'ladi. So the proposed benefits of population decline are at the very least suspect. In addition, there are worrying potential costs of population decline mana. Population decline ni minus tomonlari bor deyapti.
xavotirli minuslar bor, ehtimoliy. Of course, this war is theoretical mana. Bu narsa debdi teoriyaga oid, amaliy, practical emas. Because we have never seen population decline on the massive scale that's coming our way. Chunki shu paytgacha oldimizdan deyapti massiv darajada aholi kamayishi chiqmagan deyapti. On rather we never seen in the modern world deyapti. Yoki biz bu narsani we have zamonaviy dunyoda ham ko'rmadik deyapti. Demak, ko'proq ishlab chiqarish haqida gap ketdi bu paragrafda. E'tibor beradigan bo'lsak, is population decrease good for productivity? Productivity. Producers, inventions, samaradorlik. 5. 5dan boshqa variant chiqmayapti bizda 5dan boshqa. Boshqa variant yo'q. Oxirgi paragrafimiz. Demak, there are however two historical examples. Ikkita tarixiy examples bor. O'sha tarixiy examples boshlandi. Bizda mana past events degan narsa aniq javob emas u. Shunga urg'u beryapti menimcha. Between 400 BC and 81, the world population increased from, demak, miloddan avvalgi 400-yil bilan milodiy 1-asrlarda 153 dan 252 millionga ko'paygan ekan aholi. Keyingi 200 yilda deyapti, almost a halt. Juda ham pasayib ketgan deyapti, deyarli bir yarmidan pasaygan. Then between 200 dan 600 gacha, miloddan avvalgi 200 va 600-yillarda, milodiy 200 va 600-yillarda population shrank 250 dan 208 millionga shrank bo'ldi deyapti, qisqardi. Ya'ni 400 yil qo'shimcha ketdi. Aholi milodiy 1-asrda qancha bo'lgan bo'lsa, o'sha darajaga yetib olish uchun. The other drop in population occurred between 1440-1340-yillarda yana bitta drop bo'ldi. Qachonki Black Death mana. Eng most deadly pandemic odamlar tarixidagi mana ravaged the world. Dunyoni qirib tashladi. O'sha payt shunaqa bo'lgan. Aholi soni, dunyodagi aholi soni 442 dan 375 millionga tushib ketgan. Hech qaysi droplar deyapti, particularly pleasant period. Insoniyat tarixidagi pleasant period bo'lmagan, bir yoqimli bir davr bo'lmagan. Or as Canadian journalist notes in American alone, there is no precedent in human history for economic growth and declining human capital. It's impossible to anticipate with certainty the effects of population decline, but there is a good reason to believe it will be bad for us. The innovation will suffer as the demand for nearly everything slackens. Instead, for producing windfalls of excessive supply, economies will probably contract. Observe historical areas depopulated or in the process of losing population will almost backward economies. Mana shunisi. E'tibor beramiz. Tarixiy jihatdan deyapti, areas depopulated deyapti. Bu degani aholisi kamayib ketgan hududlar yoki losing population davridagi hududlar almost have been characterized by backward economies bilan xarakterlangan deyapti. Backward economies ya'ni bu kamayib ketgan iqtisod, orqaga qarab yurgan iqtisod, pasaygan iqtisod. The real question therefore is whether or not falling populations will lead to demise of civilizations as we know with deyapti. Demise. Demak, bizda paragraf tugadi. Aholini decline nimalarga sabab bo'lgani haqida gap ketyapti. Mana bu yerda declining human capital bilan economicga ta'sir haqida gap ketdi paragrafda mana. Insoniyat tarixidagi economic growth and declining in human capital mana. Aholi jon boshiga bo'lgan aholi jon boshiga qanchadan tushgan va bu iqtisodga qanaqa ta'sir bo'lgan. O'sha narsa. Va innovatsiya. Innovation ham safar qilgan deyapti bu narsa orqasidan. Hamma narsa slacken bo'lgan, pasayib ketgan, deyarli nol bo'lib qoldi. Biz oxirgi anamiz, demak, variantimiz qoldi. 7-variantimiz qoldi. Endi oxirgi savolga javob. 25-26. Population decline haqida nima dedi? Population decline haqida aytilgan gaplar.
Recovery deyapti, kamida 400 yil olib qo'yishi mumkin bizdan deyapti. May take olib qo'yishi mumkin. Lekin olgan deyapti. Future population haqida gap ketmadi bu yerda. Future population decline bo'lsa 400 yil oladi yana demadi. Faqat e, tomonda mana 25 ga urg'u 25 dagi A variant mana unga nisbatan aytmoqchi bo'lyapti. Bu gapga nisbatan aytmoqchi bo'lyapti, lekin bu emas. It may be caused by disease. Kasallik olib ketib qolishi mumkin deyapti. Yo'q. It might mean a decrease in the number of new ideas. Number of new ideaslarni kamayishiga sabab kamayishi degani agar aholini ko'payishi uchun anonsi deyapti. Innovation will suffer as a demand for nearly everything like consumption. And there is a good reason to believe it will be bad for us that mana shu yerda mushobir 25 ta javob pastga qarab ketgan. 25. Agar bu narsa bo'lsa, bu bizga yomon bo'ladi. Innovatsiya aziyat chekadi bu narsani orqasidan deyapti. Innovatsiya aziyat chekadi. Innovation. Innovatsiya, yangi g'oyalar, yangi ishlab chiqarishlar, demak, C javobga urg'u bor bu yerda. There may be an overabundance of food as a result. Juda ko'p ovqat bo'lib ketadi natijada. Ovqat haqida gap ketmadi lekin. Producing windfalls of excess supply, economists will probably contract deyapti. Excess supply ishlab chiqarishni o'rniga deyapti, economy contract qiladi deyapti. Or abundance of food haqida gap ketmadi. Economy is becoming smaller. Contract qiladi deyapti, kamayib ketadi mana. Mana shunga olib kelishi mumkin. Iqtisod kamayishi mumkin. Mana shu, demak, passage 2da biz sizlar bilan birgalikda matching heading ko'rdik va sentence completion va multiple choice'ni birgalikda ko'rdik. Bu savol turlari passage 2da ko'p uchraydigan va eng qiyin savol turlaridan biri hisoblanadi. Sizlarga yana o'sha tavsiyam videoni yana bir marta qayta ko'rib, keyword table qilib, so'zlarni alohida qilib yozib yo'llasanglar, ishlatsanglar juda ham foydali bo'ladi.